Ramasi butma-butun, motori qilingan, metan ustanovka qilingan, kabinalari ham radnoy holatda, puli arzon 55-11 topib qo'ydim. Video qiziq bo'lsa, texnika qiziq bo'lsa, bitta like bosib qo'yib, keyin videoda ko'rsalaring, ma'lumotlarni beraman. Zavadskoy 55-11 Samasvalimiz 1986-yilda ishlab chiqarilgan va mana shu kungacha avaylab, asrab, ehtiyotlab haydalyapti. Nimaga deganda, ramasi butma-butun ekan, to'g'rimi? Aka, Hammasini tekshirib olaversin. ramasiga javob beradi. Rama qadramlik but-butun. Oldiga 5 kamera balon qo'yilgan ekan, mana turistskiy diska bilan 60-70% atrofida. O'zini motoriga metan ustanovka qilingan. Motorni qachon qilganman dedingiz? 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Avtorasi 1 yil bo'ldi. Umuman yog' yemaydi. Umuman avtorasi Yo'q, umuman yog' yo'q. Vali krugovый 1 Bir. bir marta remont qilingan bo'lsa motori. Deletlari bor ekan, panelli pavish ishlaydi. Ishlaydi. Akkumulyatorga ham 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Motor qilganda Motor qilganda birga qo'yilib ketgan. ikkita yangi akkumulyator qo'ygansiz. Gaz balonlari 50 litalidan 12 ta qo'yilgan ekan, ko'ringlar. 6 ta chap tomonga, 6 ta o'ng tomonga qo'yilgan. Juda akkuratniy qilgan ekan. O'zingiz tegizganmisiz? Yo, shundayligicha olganmisiz? Shundaylikcha olganman. Qancha bo'ldi? Mashina yig'ib chiqqanda sirasi olganman. Ha, o'zi noldan yig'ib chiqqan odamdan chiqqandan sotib olganman. siz sotib olgansiz, mashalloh, yashang. Mashinaning holati yaxshi, faqatgina endi aybi balonlari 30-40% degan bor, 15-20% degan bor, lekin hammasi Xitoy balon ekan. Aytib o'tishgandek, mana ramalari top-toza, risollari ham Zavadskoy 10 tonnalik ekan. Chuloklari ham butma-butun ekan. Teleshkalari ham Zavadskoy 10 tonnalik. Palslargacha qilgan ekansiz, mashalloh. Luft yo'q ekan umuman. Havo rasmetr qo'ygan, silindrdan ozgina obratga tashlayotgan yo'q-a. Eshigida shipaklovka bor ekan, lekin kabinani o'zi kalta yemagan, toza holatda turibdi. Mana oldilari, qo'rg'alari yaxshi turibdi endi. Ozgina korroziya tushishni boshlagan. Kraska qilishgan, to'xtagan. To'g'rimi uka? Shunday. Burchiga narsa tegan ekan, lekin strashniy emas. Formasida turibdi lekin kabinani oldi. Mana radiatorlarni ham havo radiator qo'yishgan ekan, alyuminiyli 4 sutkalik. Qizimaydi-a? Yo'q, umuman qizimaydi. U havoda o'zi 50 gradusda ham qizimayaptimi? Yo'q, yo'q. 70-75 ga ko'tariladi. Mashalloh. Oldi qismi ham balkalarni ham yangi qo'yishgan ekan. Zo'r turibdi balkalari ham, ishki o'rinlari ham, resorlari ham mana qarayotga turibdi lekin texnika. Yevro bo'lib qoladigan ekan, ukam mashinangiz. Nimaga siz rushnoyda yevrodagidan qo'yib qo'ygan ekansiz-da? Sekin-sekin bitta-bitta qilib qo'yaversiz. Mana quvvarichaga ham qo'yib qo'yibsiz. Orqa ko'zib ko'targani. Biz tapchan zo'rda, ayniqsa o'chirlarda yotganda qulay. Holati yaxshi, endi Zavadskoy apshkalarda turibdi ekan. Chiroyli qilib hozirgi ustalar vobshe keltirib qo'yapti-yu. Bunaqa qizib olsalaring yana ham go'zal mashina bo'ladi lekin. Asosiysi qo'rg'asi suvagi butun texnika ekan. Umuman tutamayapti, 1 gram tutun chiqmadi lekin. Qo'yi. Umuman avtorasi qilmas ekan haqiqatan. Toshkent viloyati Bekobod tumanida turibdi. Pastga yana nomerni qoldirib qo'ydik. Xotirjam aloqaga chiqib, savdosini qilaverasizlar. Keldik, ukamiz, aka bir 10 ming qo'yib bering. Srochni sotmasam bo'lmaydi deyishdi. Mana talash tortishib, telefon qilganlarni ham so'rab olaverasizlar. Qancha bir 1 soatcha talash tortish ishitdi. 8,5 ming dollarga tushirib qo'ydim. Xudo xolasa naqd pul bilan kelsalaring, yana o'tib beradigan joyi bor. Bu video roligimizni metan qilingan, avtorasxoti yo'q, texnika soz holatda turgan texnika qilib yurgan do'stingizga, ayniqsa 55-11 qilib yurgan do'stingizga srochni tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, barcha turdagi texnikalardan, narxlardan xabardor bo'lib turasizlar. Savdolanib bersin, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.